Assalomu alaykum. Navbatdagi darsimiz 6-dars yangi so'zlarni ko'rishdan boshlaymiz. Kursiyun stul, karosiyu ko'pligi, tobilatun stol, ya'ni partaga o'xshagan narsa. Sarirun asiratun karavot, nafizatun deraza, babun eshik, thallajatun muzlatgich, mavqidun pech, ya'ni pechka, ovqat pishiradigan pech. G'assalatun kir yuvish mashinasi, xizanatun shkaf, mignasatun supurgi, misbahun chiroq, mirwahatun ventilator. Hop, telefazun televizor, hatifun telefon, hasubun kompyuter. Mavzuni bilib turibsiz, demak, bizni bugungi mavzuyimiz ko'proq uy jihozlariga qarab ketadi. Hop, bu yerda mashq berilgan, biz avvalgi darsimizda birikma almashni o'tgan edik. Mana shu bo'yicha mashq qilishimiz kerak. Bu darsimizda ko'proq mashqlarga ishlanadi, sababi takrorlash ma'nosidagi mavzu bo'ladi. Mana bu oldingi darsimizda, shuning uchun uni yana bir qisqagina tushuntirib berishga harakat qilaman. Birikma almashlarini xabaringiz bo'lsa va e'tibor bergan bo'lsangiz, mana shu birikma almashlari ismga qo'shiladi faqatgina, ya'ni biz otni ism deymiz. Qarang, bu oxirga qo'shiladi dedik. Masalan, al-kursiyu bo'lsa, kursiyuhu bo'lyapti. Bilib turibsiz, mana shu ismni, ya'ni otni oxirga qo'shilar ekan. Bu birinchisi. Ikkinchisi, bu qo'shilgan so'zda al bo'lmas ekan. Al-kursiyuhu deb bo'lmaydi bu yerda. Kursiyuhu bo'ladi. Kursiyuhu qasirun. At-tobilatu tobilun bo'lsa, endi bizningga topib olamiz. Masalan, bizning deganda na edi. Ismni oxiriga na qo'shamiz. Shunda tobilatu na bo'ladi. Tobilatu na. Mana bu ta marbuta oddiy taga almashib ketadi. Chunki bu ta marbuta faqatgina so'zni oxirida keladi. O'rtasida kelsa oddiy taga aylanib ketadi. Shunda tobilatuna tobilatun bo'ladi. Endi yana bir e'tibor beradigan narsa, mana ko'ryapsiz, arab tilida ega va kesimi moslashishi bor. Ya'ni bitta gapda agarda egasi birinchi kelayotgan gapimiz muannas bo'lsa, uni kesimi ham muannas bo'ladi. Bu birlik bo'lsa, bu ham birlik, bu ikkilik bo'lsa, bu ham ikkilik bo'ladi. Buni darslar davomida sekin o'zlashtirib, tajribadan kelib chiqib o'rganib ketsak ham bo'ladi. Buni mavzusi ham bor. To yetib borguncha qaror va xulosa qilib tursangiz bo'ladi. Keyingisi as-sariru nazifun bo'lsa, sening karavating toza. Endi sening degan so'zni topib olasiz. Sariru kami kiyma. Endi muannas deyapti. Shuning uchun sariru ki bo'ladi. Sariru ki nazifun. Shu yerda bitta ikkitasi savol berib qoladi ko'pincha. Bu muannas bo'lsa nimaga nazifundiki nazifatun bo'lmayapti deb. Yo'q, bu sarirunga taalluqli narsa emas. Sening deganda uni shaxsi boshqa. Karavat toza. Sen toza demayapti bu yerda. Kiyga nisbatan karavat bo'lganligi uchun ham nazifun muzakkarligicha qoladi. Xuddi shuni singari, demak, mana shuni oxirigacha bajarishimiz kerak. Endi keyingisi gap tarjima qilar ekanmiz. Uning akasi katta. Akani topasiz tarjimada, uningga qo'yasiz va kattani qo'yasiz. Ya'ni aka nima edi? Axun aka. Uning qo'ysak axuhu. Axuhu kattani qo'yamiz. Kabirun. Yoki bizning uyimiz kichik bo'lsa, birinchi bizning uyimizni men tarjimada o'zbek tiliga o'xshab ketadi bu ham. Bizning uyimizni qo'yiladi. Bizning uyimiz kichik. Baytun uy bo'lsa, al-baytuna qilib qo'ymang. Baytuna sag'irun. Mana shuni singari gaplarni tuzasiz, tekshirtirasiz. Keyingisi tarjimul jumalalatiya min al-lughati al-arabiyya ila al-uzbekiyya. Buni endi tarjima qilar ekanmiz o'zbek tiliga. Masalan, muallimuhu zakiyun. Muallim nima edi? Muallim u o'qituvchi. Endi xuni qo'shsak, uning o'qituvchisi bo'lib qoladi. Muallimuhu zakiyun. Uning o'qituvchisi zukko. Mana shuni singari tarjima qilib ketaverasiz. Hivar bor. Buni yodlashlik tavsiya etiladi. Al-uzbekiyya, al-arabiyya. Hop, Ahmad bilan Yusuf gaplashyapti. Maza yujadu fi ghurfatil julus. Mehmonxona degani, o'tirish xonasi degan mehmonxonada nima bor? Yujad degani mavjud. Nima mavjud? Hop. Yujad kursiyun va maidatun va tilfazun. Yujad so'zdan keyin agar biror narsa bor demoqchi bo'lsangiz, o'sha so'zni alsiz bosh kelishigida, ya'ni un bilan aytib ketaverasiz. Orqamga nimani qo'ygan bo'lsangiz, yujad deb turib, nima desangiz u yerda bor degani. Yujad kursiyun, yujad maida, yujad tilfaz, yujad hasub. Va maza yujadu fil matbakh.
oshxonada nima bor desa, thallaja val furnun va g'assala deyapti. Thallaja muzlatgich, furn pech, g'assala kir yuvish mashinasi. Mana shuni singari. Keyingisi hal yujad hasub fil bayt. Uyda demak kompyuter bormi? Biror narsa biror yerda bormi desangiz, hal bilan boshlaysiz. Hal yujad. Hal yujad, hal yujad, hal yujad. Va undan keyin shu hasub biror narsani qo'yib yuborasiz va fi biror yerda, qayerdir makonni aytasiz. Na'am yujad fi ghurfati nawm. Mehmonxonada bor deyapti. Bu yerda o'sha kompyuter qo'yib qo'ysa ham bo'laveradi. Na'am yujad hasubun fil ghurfati nawm deb. Va madha yujad aydan. Yana nima bor? Misbah va hatif fi ghurfatil julus. Bu yerda ham o'sha yujad tushib qolgan, endi gapni qisqaroq qilishlik uchun og'zaki-ku bu. Yujad qo'yib qo'yaverasiz. Yujad misbah va hatif fi ghurfatil julus deb. Va bizda kichkinagina matn bor, uni tarjimasini ko'ramiz hozir. Fi bayti uyimda, hunaka u yerda bor, kursiyun kursi va maidatun va ovqatlanish stuli. Dasturxon degani fi ghurfati ta'am, ya'ni o'sha ovqatlanish xonasida, oshxonada ovqatlanish stoli va kursi bor. Fi ghurfati nam uxlash xonasida, yotoqxonada. Yujadu sarir, sarir bor va xizanatul malabisi va kiyinish shkafi, kiyimlarning shkafi bor. Yujaddan keyin al ham oladi, boya men al olmaydi dedim. Al oladigan o'rni ham bor. Bu mutlaq bu yerdagi xato degan emas. Unisi ham bunisi ham to'g'ri. Filmit matbax oshxonada yujad furnun va sallaja va g'assala li g'aslil malabisi. Demak, nima bor ekan oshxonada? Furnun pechka, xolodilnik va kir yuvish mashinasi. Li uchun degani, g'asl degani, yuvish degani, al malabis kiyimlarni yuvish uchun kir mashinasi va muzlatgich va pech bor. Fi ghurfatin julus va o'tirish xonasida, mehmonxonada. G'urfatul julus ko'pincha g'urfatul duyuf deydi. G'urfatul duyuf degan narsa bor, u mehmonxona. G'urfatul julus ko'proq hali umumiy xona bo'ladi, hamma o'tiraveradi u yerda. O'sha umumiy o'tirish xonasi. Aynan mehmonlar uchun xoslanmagan bo'ladi. Yujadu telefaz, nima bor ekan u yerda? Televizor va hasubun va kompyuter. Li mushahadatil filmi va amal. Ishlash va kino ko'rish uchun mana shu kelasi bor ekan. Kazalik shuningdek degani. Hunaka u yerda bor, misbahun chiroq bor, lil inarati yoritish uchun, va hatifun va telefon bor, lit tawasuli o'zaro bir-biriga bog'lanish uchun, ma'al asdiqoi do'stlar bilan aloqa qilib bog'lanishlik uchun. Mana shu telefon bor ekan. Pastda so'zlar berib qo'yilgan. Demak, tavsiya mana shu matnni yod olishimiz kerak, dialogni yod olishimiz kerak, mashqlarni bajarishimiz kerak. Anchagina ko'nikma bo'ladi.